Siz bugün bu yerga maslahat elish uchun keldingizmi, qandaq? Tamak tashlash uchun keldim. Tamakini chekil qancha yil bo'lgandi sizga? 3 yil bo'lib qoldi. 3 yil. Tujuqsiz tamak tashlashni o'ylab qoldingizmi yoki biroz tamak tashla dedimi? O'zim tashlashni o'yladim. Siz bu yerga kelmay turib o'zingiz tashlashni sinab boqmadingizmi? Sinab baktım lekin keyin yana deb oldim. Endi deb oldingiz shunaqmi? Unda bo'lsa, bizning shu gipnozga akirib turib, shu saskandirish orqali tamak tashlatish usulimizni sizga qo'llansam xohlamsiz qandaq? Xohlayman. Menga ishonamsiz? Ishim Bo'ldi. Unda bo'lsa siz hozir o'zingizni erkin qo'yib o'ting. Sizning oilada tamak chekadigan odamlar bormi, yo'qmi? bor. Bor. Ular chekib tashladimi yoki davomli chekyaptimi? Ular chekyapti. Chekyapti. Unda siz tujuqsiz qandaq tashlashni o'ylab qopsiz-ku? O'zim tashlash orqali shularni tashlatishmas. Mayt yaxshi, ha? Undaq bo'lsa ben hozir sizga yetaklash etmoqman, shu orqali tamakıngizni tashlashga yordam beraman. Ammo shu mashg'ulotni boshdan oyoq o'zingiz qila olasiz. Bo'lsa erkin, cho'nqur nafas iling. O'zingiz xohlagan holatda o'ltasangiz bo'ldi, ha? Mayt yaxshi. Ko'zingizni yumib, burningiz orqali cho'nqur nafasdan 3 qatam yoki 5 qatam olsangiz bo'ldi, ha? Taki o'zingiz rahat bo'g'ichi holatda, nafas ilib chiqarsangiz bo'ldi. Burningiz orqali nafas ilib, og'zingiz orqali asta nafasni chiqaring, ha? Mayt yaxshi. Mayt yaxshi, ha? Mayt yaxshi. Siz hozir intayin bexatar, intayin xotirjam. Mayt bexatar, intayin xotirjam. Agar nafasni ilib chiqarib bir holatga o'tgan bo'lsangiz, men gipnoz qilishdan burun sizga gipnozning qanday holat ekanligini qanday uqum ekanligini siz bir tushuntirib qo'y, asta ko'zingizni ochsangiz bo'ldi. Siz hozir qanday his qilyapsiz ko'zingizni yumgandan keyin? Uxlab qoldi eshityapman. Gipnozni tushunamsiz, tushunmaysiz? Tushunaman. Masalan, qanchalik darajada tushunsiz? Gipnozlangandan keyin qilib o'zimni yengillab qolganligimni. Siz burun gipnoz bo'lib baqqandek gaqildingizku. Siz burun gipnoz bo'lib baqqanmi? Bo'lib baqqan. Yaxshi, ha? Undaq bo'lsa, siz burun gipnoz bo'lib baqqandan keyin bu jihatni men sizga ortiq tushundirmayman. Gipnozningki kirishdan burun ben sizga azroq kichik sinaq qilib beraman. Ikki qo'lingizni mo'rkanligida shunday qilsangiz bo'ldi, ha? Anda ko'zingizni yuming. Hozir men sizni gipnozga kirishdan burun kichik bir sinaq ishlayman. Ikki qo'lingizning olqinda, ikki qo'lingizning orlig'ida xuddi bir magnit bordek his qilishga boshlang. Xuddi o'ng va so'l qo'lingizning olqinning orlig'ida xuddi bir magnit bordek his qiling. Intayin yaxshi. Bu magnit xuddi o'ng va so'l qo'lingizni bir-biriga tortayotgandek, yaqinlashtirayotgandek holatni qiyos qiling. Men 1dan 10 sanayman. Shu vaqtda sizning ikki qo'lingizning olqini asta bir-biriga yaqinlashishga boshlaydi. Ikki qo'lingizning olqini asta yaqinlashishga boshlaydi. 1 2 3 ikki qo'lingizning olqini asta bir-biriga yaqinlashishga boshladi.
tartışışqa başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Әмді bara-bara yıkılışqa başlaydı. 6, 7, 8, 9, 10. Мен qaytadan birdan 10 sanayman. Shu vaqtda ikki qo'lingizning alqini nihoyat tezla bir-biriga yemlashiblam qoldi. Yemlashiblam qoldi. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10. Nayt yaxshi. Siz mushu oltingiz bilan ko'zingizni ichib qarab beqing. Bayam qandaqdingiz? Qo'lim cho'zdi. Qo'ldan xo'sa qo'lingizni asliga oltingizni tushirib, erkin azod rahat holatda o'tiring. Men sizni gapingizga yetaklayman. Mushu jarayonda tamakingizni tashlatishga yordam beraman. Mening mushu ikki qo'lim yuqoridan tuvanga tushgan aman siz cho'nqur uyqu holatga o'tasiz. Ko'zingizning qarchi udul keldimi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uxlang. 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 Nayt yaxshi. Men birdan 10 sanayman. Shu vaqtda siz nayt cho'nqur, intayin cho'nqur 6 darajadagi cho'nqur uyqu holatga kirishga boshlaysiz. 1. Ko'zingizni ochay deysiz, ocholmaysiz. Ko'zlaringiz bir-biriga shunchalik yimlashgan. Ustunki va astınki qapoqlaringiz bir-biriga shunchalik yimlashgan. 2. Ochay deysiz, ocholmaysiz. Ochay deysiz, ocholmaysiz. 3. Bütün bedeningiz nayt rahat, intayin rahat, intayin erkin holatga o'tdi. 3, 4, 4. Siz nayt cho'nqur uyqu holatga o'tishga boshladingiz. 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Texim cho'nqur uyqu holatga o'tdingiz. Texim cho'nqur uyqu holatga o'tdingiz. Texim cho'nqur uyqu holatga o'tdingiz. Nayt yaxshi. Nayt yaxshi. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Nayt yaxshi, intayin yaxshi. Hozir qaysi yanchug'ingizda tamaki bo'lsa, men birdan 5 sanaganda asta qo'lingizni yanchug'ingizga silib, ilishga boshlaysiz. 1, 2, 2,
4 4 4 5 5 qaysi yanchog'ingizda tamaki bo'lsa, shuni asta ilishga boshlaysiz. Qaysi yanchog'ingiz tamaki bo'lsa, shuni o'ng qo'lingizni yoki so'l qo'lingizni ko'tarib, qaysi yanchog'ingiz tamaki bo'lsa, shuni ilib chekishga boshlaysiz. Men yana qayta takrorlayman. 1 2 3 4 5 Asta qo'lingizni ko'tarib, tamakini ilishga boshlang. Asta qo'lingizni ko'tarib, tamakini ilishga boshlang. Asta qo'lingizni ko'tarib, tamakini ilishga boshlang. Qaysi yanchog'ingiz tamaki bo'lsa, shu qo'lingizni shu yanchoqqa silib, tamakini ilishga boshlang. Siz qila olaysiz o'zingizga ishining. Xuddi odatda og'anga o'xshash ilishga boshlang. Anda bo'lsa bo'ldi. Siz jiddiylashmang, o'zingizni erkin azod qo'yib o'ting. Ayt yaxshi, bo'ldi. Siz hozir intayin bexatar, intayin xotirjam, intayin rahat holatga o'tdingiz. Qo'llaringiz shunchalik turaqliq, Qo'llaringiz shunchalik turaqliq. Siz yordamchi tamakisini ep beramiz, qarab boqamiz qaysi yanchoqda. Naqbus biz siz o'zingiz tamakini chekkandan keyin biz andan bu tamakini bir xil tashlab o'taylik. Men 1dan 3 sanayman, shu vaqtda siz og'zingizni asta-asta ochasiz. Men 1dan 3 sanayman, shu vaqtda og'zingizni asta-asta ichib, tamakini og'zingizga silishga boshlaysiz. 1 2 3 og'zingizni asta iching. Og'zingizni asta iching. Nayt yaxshi, Nayt yaxshi. Og'zingizni sal yuqoriroq iching. 1 2 3 o'ng qo'lingizni ko'tarib tamakini tutishga boshlang. O'ng qo'lingizni ko'tarib tamakini tutishga boshlang. 1 2 3 4 5 o'ng qo'lingizni asta-asta ko'tarib tamakingizni tuting. O'ng qo'lingizni asta-asta ko'tarib tamakingizni tuting. Nayt yaxshi, Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Tamakisini bir tutashtirib turing. Bu tamakini siz shundoq og'zingiz og'anamalla, shunchalik qirtaq, shunchalik lavza. Puraqlari shunchalik sisiq, Mushu puraq burningizga kirgan aman yoki mushu tam og'zingizga kirgan aman shunchalik ko'nglingiz ilishidi. Ikkinchilab qo'lingiz og'zingizga kelmaydi. Men 1dan 3 sanayman, shu vaqtda yana bir yiqiting. Men 1dan 3 sanayman, shu vaqtda mushu puraq burningizga kirgan aman ko'nglingiz ilishib yandirishga boshlaysiz. 1 2 3 Sizin nait ko'nglingiz ilishib ketdi. Bu puraqni ikkinchi purug'ingiz yo'q. Ko'nglingiz nait ilishib ketdi. Shunchalik sisiq, shunchalik badbo'y, shunchalik bir maynat nas burningizga kirgandek, shu puraq burningizga puravotgandek, bu puraqni ikkinchi purug'ingiz yo'q. Bu puraqni faqat purug'ingiz yo'q. Shunchalik sisiq, shunchalik badbo'y, ko'nglingiz shunchalik ilishib ketdi. Shundoq o'tib ketdi, shundoq yandog'ingiz bor. Shunchalik o'tib ketdi. Nayt yaxshi, Bu puraqni burnimda qilib. Bu puraqni ikkinchi purug'ingiz yo'q. Mush puraqni purg'an aman shunda yandog'ingiz kelib ko'nglingiz ilishib ketdi, Bu puraqni ikkinchilab purug'ingiz yo'q. Bu sisiq puraqni ikkinchilab purug'ingiz yo'q. Hatto boshqalar cheksimi, ularga chekmaslikka da'vat qilishga boshlaysiz. Boshqalar cheksimi, buningdan keyin chekmaslikka da'vat qilsiz. Intayin yaxshi, Intayin yaxshi. Mush puraq sizning burningizga kirgan aman ko'nglingiz ilishib, shunchalik bezorlik tuyg'usi his qilsiz. Shunchalik sisiq puraydi. Buningdan keyin ikkinchilab bu puraqni purug'ingiz yo'q, Buningdan keyin ikkinchilab bu puraqni purug'ingiz yo'q. 1 2 3 shunchalik ko'nglingiz ilishib ketdi. Shunchalik qirtaq
Ağzınızga alsanız şunçilik qırtaq. Şunçilik burnunuzga burganda, şunçilik sesiq puraqlar burnunuzga kirayotganda his qilsiz. Şunçilik sesiq puraq. Bu puraqni ikkinchi purug'ingiz yo'q. Bu puraqni ikkinchi purug'ingiz yo'q. Şunçilik sesiq, ha? Şunçilik sesiq. Mushu puraqni ikkinchilab purug'ingizmi kelmaydi, ham bu puraqliq narsani qo'lingizga ham og'ingiz kelmaydi. Shunchalik sesiq. Shunchalik sesiq, ha? Shunchalik sesiq. Shunchalik sesiq. Qat'iy purug'ingiz kelmaydi, ham qo'lingizga ham, og'zingizga ham og'ingiz kelmaydi. Shunchalik sesiq. Mush puraqni purgan aman ko'nglingizni elishib ketib, ikkinchi qo'lingizga og'ingiz kelmaydi. Nayt yaxshi, ha? Intayin yaxshi. Nayt yaxshi. Men birdan 3 sanayman shu vaqtda siz cho'nqur nafas oling. Bichingizni asta-asta tuzlab o'tasangiz bo'ldi. Men birdan 3 sanaganda cho'nqur nafas oling. 1 2 3 Cho'nqur nafas oling. Cho'nqur nafas oling. Har bir nafas shurganda sizga shunchalik sap havoning o'pkingizga kirganligini his qilishga boshlaysiz. Har bir qatim cho'nqur nafas olganda sap oksigenning o'pkingizga kirishga boshlaganligini his qilsiz. Har bir cho'nqur nafas olganda sap oksigenning o'pkingizga kirishga boshlaganini his qilsiz. Endi asta-asta nafas chiqarishga boshlang. Asta-asta nafas chiqarishga boshlang. Asta-asta nafas chiqarishga boshlang. Qani, og'zingizni ochib nafas chiqarishga boshlang. Og'zingizni ochib nafas chiqarishga boshlang. Siz har bir nafas chiqargan vaqtida o'pkingizdan xuddi shunchalik maynat narsalarning hammasi, zaharlik narsalarning hammasi sirqi chiqib qolganligini his qilishga boshlaysiz. O'pkingiz shunchalik pak-pak holat o'tishga boshladi. Xuddi karbon 4 oksidi og'zingizdan chiqib qolganga o'xshash, badaningizdagi barliq shu necha yildan yan chekkan nikotinlarning, zaharlik moddalarning shu nafas chiqargan vaqtingizda bir-birlab chiqib qolganligini his qilishga boshlaysiz. Nayt yaxshi, ha? Nayt yaxshi. Qaytadan cho'nqur nafas olishga boshlang. Qaytadan cho'nqur nafas olishga boshlang. Har bir qatim cho'nqur nafas olganda o'pkingizga nayt kuchlik sap oksigenning kirayotganligini his qilishga boshlaysiz. Nayt kuchlik sap oksigenning o'pkingizga kirib, o'pkingizni tozalab, nayt pokiz holatga, sog'lom holatga kirganligini his qilishga boshlaysiz. Har bir qatim nafasni chiqargan vaqtingizda xuddi karbon 4 oksidiga o'xshash o'pkingizdagi barliq nikotinlarning, nechiltin chekkan tamakining zaharlik moddalarning hammasi asta-asta chiqib, hech qanday asoratli qolmaganligini his qilishga boshlaysiz, ha? Nayt yaxshi. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Unda bo'lsa, men birdan 3 sanayman shu vaqtda ko'zingizni ochsiz. Shuni ko'zingizni ochgandan keyin, bundan keyin qat'iy tamak chekmaslikka va'da bersiz, ham shunda qila olasiz. Siz intayin qaysar, intayin irodalik, intayin batur yigit. Hatto ko'zingizni ochgandan keyin yaningizda turgan do'stingizning qo'lidan yoki yaningizda turgan bir tunishingizning qo'lidan tamakini iliblam yoki dastlab mijutsiz, ikkinchilab tamakini chekmaysiz. Hamda atrofingizdagi kishilarga tamakining ziyonli taraflarini tushuntirib o'tishga boshlaysiz, ha? Nayt yaxshi. Men birdan 3 sanayman. Ko'zingizni ochsiz, shu vaqtda nayt ruhli holatda ko'zingizni ocha olasiz, ha? Shu chaqda sizdagi hipnoz buyruqlari butunlay bekor qilindi. 1 2 3 ko'zingizni oching. 1 2 3 ko'zingizni oching. Qanday his qilyapsiz? Ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching. Qo'llaringizni harakatlantirib beqing. Talab ketdi. Qanday his qilyapsiz? Yana shu chekkingiz bormi tamakini? Tamakini tutashtiring. Bayım kızını. Bu puraqni burun purab baqqanmi yoki bundan keyin purug'ingiz bormi?
Bu puraqni purug'ingiz bormi, yo'qmi? Yo'q. Puraqqa bu qanday puraqqa? Qo'lingizga tutpaqqa qanday narsa bu? Bir chekpaqqa? Bir chekpaqqa ko'ra baqli. Nima u dasatkingiz? Ha? Tamaka. Nimaga chekmaysiz? Bu ham kirishdan burun men chekilish 2 yil bo'lganda otdingiz, to'shiqsiz dasatlik etdingiz a? Ko'ksi sıkmazken. Necha yildan siz bilinmaganmi? Yo'q. Nimishqa? Ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching. Ko'zingizni ochib so'zlang. Hozirgi hissiyotingizni so'zlang. Kallam qop-quruq bor. Uyqumni qochadi. Anchik baxsangiz cho'qim kallangiz qop-quruq bo'lmaydi. Istak to'lg'ash, nurg'un go'zal xayollarni qila olasiz. Chik baqamsiz? Ha? Chik baqamsiz? Yo'q. Nimishqa? Ko'ksi Beksesiq? Ko'zingizni ochib gap qiling. Ko'zingizni oching. Bir, 2, 3 sizdeki hipnoz buyruqları bütünley dikkat oldu ya. Ko'zingizni oching. Öpkünüz, bedelleriniz qandarak durdu? Nefes ep çıkırışlarınız? nafas olishim shuna normal. Bedellarim shuna yengillab qoldi. Tamakının paydalı tarafları var mıdır? Yo'q. Taraf yo'q. Mesela ziyanlık tarafları var mı? Siyonliq tarafi bor. Bir sözlep versanız anlap baksak. Siyonliq tarafda odamning salomatligi ziyonliq, ya'ni o'pkani zararlaydi. Yani böyle etrafımızdaki kişilerin zararlaydı. Yine şu. Uzun ömür körümüz mü ya ömrümüz kıskaramdı? Ömrümüz kıskaydı. Bu paydalık mı ki, ziyanlık mı ki? Bu tamak ziyarlık. Nişka bilip durup ziyanlıklığını neçe yıldan çeksiz? Ben bunu bilmeyen buluşum mümkün. Yaxşı ya. Qat'iy iroda keldiniz mi, kelmadingiz mi? Böyle keldim ben çekmeyeyim. Qat'iy chekmaysiz. Katil çekmeyeyim. Agar chekkiningizni atrofingizdagilar mush tashlaganingizni bilib undan keyin chekkiningizni ko'rsa, ular qanday ta'sir berasiz? Ular albatta meni va'dasi tutmaydi deydi albatta. Shuning uchun bo'lsin chekmamsiz yoki boshqalarning degini uchun emas, haqiqiy o'z irodangizga tayanib chekmamsiz. Haqiqatda o'z irodamga tayanib chekmayman. Yaxshi ya. Andaq bo'lsa, bundan keyin sizning teningizning nihoyat salomat, nihoyat jushqun holatda turishingizni, uzun ömür ko'rishingizni tilaymiz. Sizga sog'lomlik, baxt, saodat ato bo'lsin. Sizga sog'lomlik, baxt yer bo'lsin. Sizning tamakdashligingizni tabriklaymiz. Sizga baxt va salomatlik mangu yer bo'lishing sizning tamakdashligingizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizga bundan keyin sog'lomlik va baxt, saodat mangu yer bo'lsin. Texmo uzun ömür ko'rishingizga tilakdoshlik bildiramiz. Yanımı özünüzlük tamak taşlaştın siz, etrafınızdaki urug' tuqqan do'st birodarlaringizning bu ziyonliq narsadan jiroq turishini tavsiya qilishingizni umid qilamiz. Qila olamsiz? Qila olaysiz. Unda bo'lsa, sizning tamakdashligingizdan biz shunchalik xursand bo'ldik. Ikkinchilab bu yerga ikkinchi qatam tamak chekib qoldim, yana tashlayman deb kelib qolmasligingizni umid qilaman. Qila olamsiz? Anda bo'lsa, sizga ko'p rahmat. Assalomu alaykum ko'pchilik. Yuqorida biz 2-3 yil atrofida tamak chekkan bir yoshning maslahat o'rnimizga kelib,
gipnoz usuli bilan davolanib tamoq tashlashni umid qilib kelganligini, talab qilib kelganligini ko'rib o'tiribsizlar. Bu yoqninki odatda o'zi 2-3 yil tamoq chekkandan keyin izchil turda o'zi tashlab beqib tashlayolmay, anandan keyin shu gipnoz usuli bilan davolab tamoq tashlag'ili bo'ldi-ku degan xabarni anglagandan keyin meni izlab kelib, bu yerda biz tamoq tashlash, ya'ni shu seskandirib davolash orqali tamoqni tashlatdik. Bu usulni yana biz heroin chekkan, nesh chekkan, kokain yoki shu bosh lingshtish komnitchi qatorliq bir necha xil, ya'ni ismi atalmagan nurg'ulg'an zaharlardan tashlatishga bo'lganligini ko'rib olaymiz. Ya'ni buning mohiyatini tushungandan keyin biz gipnoz usuli orqali bu zahardan bularni yiroqlashtirishga bo'ladi. Undaq bo'lsa, ko'pchilikning zahardan yiroq turishini umid qilaman. Ko'pchilik rahmat.